Bizda hayotimizda uchraydigan gaplardan biri bu oddiy gaplar. Hech kim bu gaplarga juda ham ahamiyat berib, juda ham sinchiklanib, juda ham vahimali qilib qarashmaydi. Chunki deganda biz bu narsani har kuni eshitganimiz sari bu biz uchun oddiy hol bo'lgan qolgan. Masalan, turmush o'rtog'ingiz farzandingiz bilan o'ynab turibdi yoki bo'lmasam ayolingiz farzandingiz bilan o'ynab turibdi. O'shanda kelamizda nima deymiz? Ayayni bitta ata taqil yoki dadayni ata taqil yoki bo'lmasa ayayni unaqa deb so'kkin, dadayni mamnaqa deb so'kkin deymiz. Mana shunday gaplar har birimizni o'rtamizda uchrab turadi. Keyin nima qilamiz? U yosh bola bo'lsa tarzi tushiradi. Yo ayasini yo dadasini yuzigami, yelkasigami, qayerga bo'lsa ham urib yubordi. Siz kulasiz yana. Kulib bu narsani hazilga olasizda va yana o'zingizni ishingizda davom qilasiz. Yoki bo'lmasa ammalar, xolalar, amaki, tog'alar esa o'zini jiyanlariga ayayni mamda deb so'kkin, dadayni mamda deb so'kkin degan gaplarni gapiramiz. Biz o'zimizni farzandimizga nimani o'rgatyapmiz? Biz o'zimizni farzandimizga ota-onaga qo'l ko'tarishni o'rgatyapmizmi? Biz o'zimizni farzandimizga ular bizni hurmat qilmasligini o'rgatyapmizmi? Bugun ayasini hurmat qilmasa, ertaga dadasini hurmat qilmaydi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa biz o'zimizni jiyanlarimizga nimani o'rgatyapmiz? O'zimizni jiyanlarimizga ularni ota-onasini hurmat qilmasligini o'rgatyapmiz. Hozir bu narsalarni hazilga olamiz, oddiy gap-ku deymiz, yosh bola-ku deymiz, buni aqli bormi deymiz, aqlini yig'ishtirgandan keyin boshqacha tarbiyalaymiz degan gaplarni gapiramiz. Lekin biz farzandimizni qornimizda biz o'shanda tarbiyala boshlashimiz kerak. Siz hozir oddiygina ati taqil, unday qil, bunday qil deganingiz bilan hech nima bo'lmaydi deb o'zingizcha fikr qilyapsiz. Lekin mana shu yerda siz eng katta xatoga yo'l qo'yganingiz bo'ladi. Hech qachon farzandingizga ata taqil yoki mamday deb so'k degan gaplarni gapirmang. Keyin esa turasiz. Men qayerga xato qildim? Men qayerga nima qildim deb o'zingizga o'zingiz savol berib yurasiz.